yana ertasiga judayam tang holatda keldi. Birodar, qo'shniydik, bir-birda non bering, judayam ahvolim tang. O'sha talabni men yana aytdim. Shunga rozi bo'lsang hamma narsa muhayyo. Axir Allohdan uyalaman va qo'rqaman. Nochor yana ketdi. Oxir qiz emaglagan holda zo'rg'a keldi. Men yana o'sha talabimni aytganimda, Allohdan qo'rqsam nima qilayin? Axir Xudo jazolaydi-ku bu iflos ishni qilsam deganda, men shunchalik erkak kishi bo'lib turib, yigit bo'lib turib, Xudodan qo'rqmayapman-u, bir 15-16 yashar qizni Xudodan qo'rqib ochlikdan o'lishga ham tayyorligini ko'rib, singlim, kir, mana ovqat, mana non dedim. Shunda qiz shunday yig'lab nola qildiki, yo Rabbim, meni gunoh qildirmasdan, gunohga buyurmasdan fi sabilillah menga non ovqat bergan odamni bu dunyoda ham, oxiratda ham o'tda kuydirma. O't azobini bu dunyoda ham berma, oxiratda ham berma deb duo qila boshladi. Men shu orada ovqatni islatgan o'choqqa o't yoqib islayotganimda qo'limga bir cho'g' tegdi, lekin cho'g' badanimni kuydirmaganini sezdim. Yo Rabbiy, duoni mustajobligini. Shoshilib uyga kirsam, qiz o'lib yotardi. Lekin duosini Alloh mustajob etdi. Mana shu duodan so'ng necha yillardan beri o't ta'sir qilmaydi menga. Qo'limni qanday o'tga, cho'g'ga qo'ysam ham kuymaydi. Alloh oxiratda ham shunday qilsin. Inson bitta qilgan katta savob ishi uchun, mardligi uchun shu darajaga yetdi. Bir ojiza, bokira, pokiza qizning duosini Alloh mustajob etdi. Fi sabilillah savob ishlarni qilib yurganlarni Alloh hech qachon kam qilmasdi.